Ko'pchilik so'raydi, aka shogird olmaysizmi deb. Shu shogirdlikka tushmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizni lichkasiga kirib qarasam, ko'pchiligi O'zbekistonda yoki yosh bolalar bo'ladi. Agar shogirdlikka tushmoqchi bo'lsangizlar, birinchi o'rinda sizlar Amerikada bo'lishlaringiz kerak, ikkinchida sijil prava. Uchinchida 21 yoshdan baland bo'lishlaringiz kerak, чтобы biza bemalol ishlashimiz uchun, har xil shtatlarga kirib chiqish uchun 21 yoshdan baland bo'lish kerak. Akalar, xudo xolasa yana 8-9 oktyabr kunlari yangi reysga chiqib ketyapman. Nasib bo'lsa 1-2 haftada uyga kiraman. O'sha payt kimni yangi pravasi bo'lsa, yangi sijili bo'lsa, o'sha ukamizmi, akamiz kim bo'lsalar, lichkamga yozsangizlar, xudo xolasa o'zim javob beraman. Birga reysga chiqamiz nasib bo'lsa, lekin bir chiqqanda gazeta bir 3 hafta, 4 haftaga chiqamiz. O'zim o'rgatib, xudo xolasa nasib bo'lsa, qo'limizdan kelsa moshin qilib berib, Amazon desa Amazon, ko'chan yuki desa ko'chan yukiga sharoit qilib berib ishlashga harakat qilamiz. Agar o'zlaringizning kompaniyalaringiz bo'lsa, bemalol chiqib o'sha kompaniyada ishlashlaringiz ham mumkin. Sizlarga shunchaki bu как do'stona taklif. Agar kim xohlasa lichkamga yozinglar, kelishib olamiz qolganini.